Bazarkom degan tushuncha bor, bilasiz. Bazarkom degani bu bozorning egasi deb aytiladi bizada. Ya'ni bu bozorni hamma narsasidan qarab turadi u odam. Bir podsho o'zining zamonasida bir donishmandni chaqiribdi-da, aytibdi, "Seni debdi bozora bazarkom etib qo'yaman, bozorning egasi etib qo'yaman. Qarab turasan" deb azon bilan lavozimga qo'yib chiqarib berdi. Yana aytibdiki, ketayotganda kimki tarazidan urib turgan bo'lsa, tarazisi noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, jazolar. Agar kimniki tarazisi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, mukofotini ber debdi. Yaxshi deb chiqib ketdi. Boribdidan birinchi nonvoyxonaga bordi. Nonvoyxonaga borib, nonlarni o'lchanishindagi tarazini ko'ribdi. Qarasa tarazi noto'g'ri. Aytibdi, "Men seni jazolayman" debdi. "Tarazing noto'g'ri. Odamlarning haqqini yeb tursan sen" debdi. Yangi nonvoy yig'lab boshlabdi. "Qo'ying, iltimos, shuni aytmang. Meni o'zi ishlarim yaxshi emas, biznes yaxshi ketmay turibdi. O'zim ishlayman, o'zim sotaman. Farzandlarimdan bir aqlsiz chiqdi. Menga yordamga kelmadi. Bir dardimni ayting desam, ayolimdan bir tili zahar. Dardlashadigan odamim yo'q. Qarzlarimni so'raying desam, do'stlarim yo'q. Men bunday qisinadigan bo'lib qoldim. Siz beradigan jarimani, siz beradigan jazoni men ko'taraolammi?" debdi. Danishmand asa to'g'rilab qo'y deb ishoshib, rahmi kelib chiqib ketibdi. Keyingi nonvoyxonaga bordi. Keyingi nonvoyxonaga borib girsa, tarazi to'g'rimish. Odamlarning haqqini yemin turibmish. Aytibdi, "Senga mukofot beraman" debdi. Yangi odam aytibdi, "Men mukofotning keragi yo'q." Nechun kerak yo'q? Chunki men hamma narsam bor. Mening ishlarim joyinda, biznesim joyinda, yaxshi yurishib turibdi. Nonlarim zo'r sotiladi. İki o'g'lim bor. Bir o'g'lim xamir etadi, bir o'g'lim sotadi. Men kur ustilarida duraman. Az bizga o'tirsangiz, ayolim ne keladi? Ovqat keladi. Tili shirin, qo'li shirin. Qisinsam, qisliksam do'stlarim bor. Men qo'llab-quvvatlaydigan. Sizning mukofotingizni menga kerak yo'q debdi. Donishmand shu ikkinchi nonvoyxonadan chiqib, to'g'ri podshoning yoniga bordi. Va podshoga aytibdiki, "Men bo'shayman" debdi. "Ana shun bo'shaysan, seni hozir qo'yib berdik hali, yarim soat bo'ldi seni bozorni egasi etib yurganimizga" deganda donishmand aytgan ekan, "Bozorning egasi bor ekan. Mensiz ham bozorning egasi bor ekan. Kimki birovning haqqini yeb turgan bo'ladigan bo'lsa, jazosini berib, kimki birovning haqqidan qo'rqadigan bo'lsa, mukofotini berib turgan bozorning egasi bor ekan" deb javob bergan ekan. "Bolam, qizim, bu hayotdan bir bozordan gap. Ertaga siz ko'nglim sezib turibdi, tadbirkor bo'lasiz, biznesmen bo'lasiz, katta lavozimlarda o'tirasiz, zavod, fabrikalarning egasi bo'lasiz, odamlarga ish berasiz. Biling, muomalalarda, odamlar bilan iqtisodiy muomalalarda nima ish qilishingizdan qat'iy nazar, hayot ham bu bozordir. Bu bozorning egasi bor." Tushundingizmi? Shu narsani o'rgatib ekan.